Ko'pchilik faqatgina bitta time frameda ishlayotganini, qanchalik xato ish ekanini hatto tasavvur ham qila olmaydi. Va men ham shunaqa xato qilar ekanman deyotgan bo'lsangiz zarari yo'q. Bugundan boshlab bu narsani siz bilan birga to'g'rilaymiz. Bugun biz siz bilan multiframe tahlilini oddiy qilib tushunish, multiframe qaysi time framelarda ishlatiladi, multiframe usulida ikkita life hack haqida gaplashamiz. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Multiframe tahlilini oddiy qilib tushunish. Keling, oldin multiframega o'tishdan oldin time frame o'zi nima u degan savolga javob berib olamiz. Time frame o'zbekchada savdo davri deb tarjima qilinadi. Time frame bu narx jadvallarini tuzishda kotirovkalarni guruhlash uchun ishlatiladigan vaqt oralig'i. Yangi trader uchun bir necha time framelarda tahlil qilish qiyin va iloji yo'qdek ko'rinadi. Shuning uchun ham men oldin bitta time frame eplab olay deyshadi. Bo'ldi, shu bilan bitta time frameda qamalib qolishadi. Nimaga traderlar faqat bitta time framega qamalib qolishlarining asosiy sababi bu har xil time framelarda har xil signallarga duch kelishlari bo'ladi. Multiframe tahlilining asosiy maqsadi bizga grafiklarni bitta nuqtasiga taqalib qolmasdan vaziyatni kengroq ko'rishimizga qaratilgan. Multiframe tahlil bizga bozorda haqiqatda nima sodir bo'layotganini aniqlashga yordam beradi. Buning uchun biz oldiniga katta time framelardan sekin o'zimizni ishlaydigan time framelarga tushamiz. Buni xuddi yuqori qavatdan pastga tushishga o'xshatsak bo'ladi. Haligacha nimalar bo'layotganini tushunmayotgan bo'lsangiz, mana vobshem oson tenglashtirish. Oldingi mavzudan qisqacha eslatma. Menga AQShni ko'rsating desam, menga shahringizdan turib, ana tomonda deysizmi? Yo'q, uni yer sayyorasi xaritasidan topib ko'rsatasiz, to'g'rimi? Endi shu AQShni New York shahrini ko'rsating desamchi, butun mintaqani qaysidir nuqtasini ko'rsatasizmi? Yo'q, uni AQSh xaritasidan qidirib topib ko'rsatasiz menga, to'g'rimi? Endi shu New Yorkdagi ozodlik haykalini menga ko'rsating desam, butun AQShni xaritasidan qidirasizmi? Yo'q, albatta. Uni New York xaritasidan qidirib topasiz. Buni hammasi uzoqdan tushuntirish bo'lsa ham, bizning ishimizga ham shunaqa ishlaydi hammasi. Oldin katta time framelardan boshlab kichkinarog'iga o'tamiz. Undan keyin ishlaydigan time framelarga o'tamiz. O'ylaymanki, mavzuning oxirigacha buni bizga qanchalik kuchli yordami tegishi mumkinligini tushunasiz. Men bo'lsam, sizga buni oddiyroq va tushunarliroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Multiframeda qaysi time framelar ishlatiladi? Birinchidan, tajribasi bor traderlar bilishadi. Multiframe analizi qanchalik foydali bo'lishini. Ular tushungan narsani hozir men oddiyroq usulda tushuntiraman sizga. Multiframe usulida tahlil qilish bu bitta aktivni har xil tomondan tahlil qilishga yetiladi. Kulguli bo'lsa ham oddiy misol. Uka boshini oldiga orqaga qiladi-yu, misol o'ljasini poylayotganida. Bizda ham tipa shunaqa. Siz menga buni nima keragi bor? Shuncha grafiklarni desangiz, men bo'lsam sizga bir nechta time framelarda ishlayotgan aktivimizni sotishga yoki sotib olishga asosiysi eng foydali nuqtani aniqlash va risklarni pasaytirish orqali zararlarni kamaytirish uchun kerak deyman. Multiframe tahlil uchun 3 ta time frame bu minimal time framelar soni deb oladigan bo'lsa, surazu aytib o'tishim kerak. Bu minimal degani bilan 1 minut, 2 minut, 3 minutli time framelar multiframe tahliliga to'g'ri kelmaydi. Bunaqa oralig'i kichkina time framelarda tahlil qilish kerak emas. Ularning ham orasida kamida 4 yoki 6 barobar katta time frame bo'lishi kerak. Misol uchun, siz ishlaydigan time frame deymizmi yoki izdelkaga kirayotgan time frame bu 5 daqiqa deylik. Keling, shuni biz multiframe analizida qanaqa bo'lishini ko'ramiz. 5 daqiqali time frame siz o'rtacha time frame'ingiz deylik. Keling, birinchi katta time frame'imizni aniqlab olamiz. 5 daqiqali time frame'dan 4 yoki 6 barobar kattasi qaysi? Buning uchun 5 ni 4 ga yoki 5 ni 6 ga ko'paytiramiz. Shunda bizda 20 daqiqali yoki 30 daqiqali time frame kelib chiqadi. Keling, biz 30 daqiqalisini oldik. Uning ustiga ko'pchilik traderlar orasida mashhur bu time frame. Endi katta time frame aniqlab olganimizdan keyin izdelkani sifatli ochishimizni ta'minlab beradigan time frame aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun 5 daqiqali time frame'dan 4 yoki 6 barobar kichkinasini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, 5 4 ga yoki 5 6 ga bo'lamiz. Mayda-chuda sekundlarni hisobga olmaymiz-da, yaxlitlaymiz. Shu bilan bizning kichkina time frame 1 daqiqalik ekanini aniqlaymiz. Demak, bizning
bizani ishlaydigan time framelar bu 30 daqiqa, 5 daqiqa va 1 daqiqa. Undan kattaroq time framelarda ishlash qulay bo'lganligi mana marhamat ro'yxati. Men hozir minimal multiframe tartibini sizga misol qilib tushuntirdim. 1 daqiqa, 5 daqiqa va 30 daqiqa. 5 daqiqa, 30 daqiqa va 4 soat. 15 daqiqa, 1 soat va 4 soat. 1 soat, 4 soat va 1 kunlik time framelar. Undan kattalarini yuqorida tushuntirganimdek aniqlashni sizni o'zingizga qoldiraman. Esingizdan chiqarmang, oralarida farq kamida 4 yoki 6 barobar katta bo'lishi kerak. Nima keragi bor? Shuncha time framelarni tinchgina ishlayotgandim-ku degan savol hammani xayolidan o'tishi mumkin. Hech nimadan xavotir olmang, hozir ko'zingizga ko'p qiyin bo'lib ko'rinayotgan time framelarni tartibga solib, foydamizga qanaqa usullarda ishlatishimiz mumkinligini ko'rsataman. Multiframe usulida ikkita lifehack. Yuqorida aytgan gaplarimni tushundingiz-a? 30 daqiqa bu sizni narx harakat yo'nalishini aniqlaydigan time frame'ingiz. 5 daqiqa bu katta time frame sizga ko'rsatayotgan yo'nalish bilan bir xil yoki har xil ekanini aniqlash uchun kerak bo'ladi. 1 daqiqa bu sizni сделкаga kiradigan time frame'ingiz. Xullas, katta time frame yo'nalishni aniqlash uchun, o'rtacha time frame yo'nalishni tasdiqlash uchun, kichkina time frame ishga kirish uchun. Bu time frame'lar yordamida ham сделкаga kirish nuqtalari aniq bo'ladi. Ham global trend yo'nalishi bo'yicha ishlash bo'ladi. Bilamiz, trend bizani do'stimiz. Katta time frame'lardan boshlaganimizda, bilamiz, katta time frame'larda bozor shovqini kam va undagi support va resistance darajalari uptrend, downtrend chiziqlari kichkina time frame'larga qaraganda kattaroq ahamiyatga ega bo'ladi. Bozor har doim ikki holatda bo'ladi. Bu trend va consolidation. Birinchi lifehack narx consolidation holatida bo'lsa, katta time frame'imizda narxni qaysi daraja yonida ekanini aniqlaymiz. Bu resistance bo'lsin, misol uchun. Keyin kichkinaroq time frame'ga o'tamiz va undagi vaziyatni ko'ramiz. Agar katta time frame bizga narxi sotish kerak desa, lekin o'rtacha time frame bizga yo sotmaslik kerak, sotib olish kerak deyotgan bo'lsa, shoshilmaymiz. Unaqada biz yo limit order qoldirishimiz, yo сделкаga kirmoqchi bo'lgan summani yarmi bilan kirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, narx bizga kerak darajaga kelgunigacha ora-chorada grafika ko'z tashab turishimiz mumkin. Kimga nima qulay bo'lsa shuni qiladi. Agar hammasi bizani plan bo'yicha bo'lsa, ya'ni katta time frame va o'rtacha time frame bir-birini tasdiqlasa, unda kichkina time frame'ga o'tamiz va sell сделкamizni ochishga qulay nuqtani tanlaymiz. Xuddi shu holatda teskarisi bo'lsa-chi, misol katta time frame'imizda narx super darajasi yonida bo'lsa, endi kichkinaroq time frame'ga o'tamiz va undagi vaziyatni ko'ramiz. Agar katta time frame bizga narxni sotib olish kerak desa, lekin o'rtacha time frame bizga yo sotish kerak deyotgan bo'lsa, shoshilmaymiz. Unaqada biz yo limit order qoldirishimiz, yo сделкаga kirmoqchi bo'lgan summani yarmi bilan kirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, narx bizga kerak darajaga kelgunigacha ora-chorada grafika ko'z tashab turishimiz mumkin. Kimga nima qulay bo'lsa shuni qiladi. Xullas, agar hammasi bizani plan bo'yicha bo'lsa, ya'ni katta time frame va o'rtacha time frame bir-birini tasdiqlasa, bunda kichkina time frame'ga o'tamiz va buy сделкamizni ochishga qulay nuqtani tanlaymiz. Ikkinchi lifehack narx trend holatida bo'lsa, xullas biz katta time frame'ga qaraganimizda narx uptrend holatida va hozir narx o'zini super darajasida deb olaylik. Bunaqa holatda biz o'rtacha time frame'ga o'tamiz. Hammasi bizani planimizdagiligini tekshiramiz. Plan bo'lsa bunaqa. Agar katta time frame bizda uptrend holatida bo'lsa, biz faqat buy сделкалigi qulay vaziyat qidiramiz. Sellni esdan chiqaramiz. Keyin сделкani ochishimiz uchun hammasi maksimal silli ochish uchun eng kichkina time frame'imizga o'tamizda сделкаga kiramiz. Xuddi shu holatni teskarisi bo'lsa-chi, misol narx downtrend holatida bo'lsa va narx o'zini resistance darajasida bo'lsa, demak biz o'rtacha time frame'ga o'tamiz va sell сделкalarimizga qulay vaziyat qidiramiz. Buy сделкаlarni esdan chiqaramiz. Keyin сделкani ochish uchun va hammasi maksimal
silliq o'tishi uchun eng kichkina time frameimizga o'tamizda сделкаga kiramiz. Bu time framelarning orasida sakrab yurish o'rniga katta time frame o'zida narx yo'nalishini aniqladimi? Demak, shuni o'zida сделкаga kirsam bo'laveradi-yu deyishingiz mumkin. Mani fikrim, jigarim, katta time frame o'zini ishini qilsin. Bizga yo'nalishni aniqlasin. O'rtacha time frame o'zini ishini qilsin. сделкаlarga kirish mumkin emasligini tasdiqlasin. Kichkina time frame vazifasini bo'lsa, o'ziga qoldiring. Kichkina time frame sizga risk va foydani aniq hisoblash va hamma сделкаlarga aniq kirish uchun xizmat qiladi. Bu bizdan talab qilinadigan asosiy shartlari. Puliga amal qiladigan bo'lsa, bizdan hech nima kam bo'lib qolmaydi. Nabarot, depozitimiz sezilarli semiradi. Agar tradingda ishlatiladigan so'zlarda adashayotgan bo'lsangiz, zarari yo'q. Hamma adashgan boshida, faqat siz emas. Shunga trader lug'ati videosini ko'rishingizni va oldingi mavzu Elliot to'lqinlarini ko'rishingizni maslahat beraman. Joninglar omon bo'lsin. Sizlar bilan Dado bo'ldi.